Assalomu alaykum ustozlar hammaga. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugun demak birinchi modul 25-test. Hali ham bizada to'g'ri burchak, uchburchak mavzusi tugamadi. Birinchi masalasidan boshlayman. Quyidagi ifodalardan qaysi biri yanglishdir, ya'ni yanglishgan degani, xato degani. A variant to'g'ri bilasizlar. B variantimiz ham to'g'ri. C variant to'g'ri. D variantda bo'lsa kosinus 60 bilan kosinus 120 teng emas. Shuning uchun D variant xato. 2. 2 ga e'tibor beramiz. Tanginus alfani qiymatini so'rabdi bizdan. Demak, boshqa ortib o'tirish shart emas. C burchagim alfa bo'ladigan bo'lsa, bu yoq tarafim menda 90 gradus minus alfa va bu tarafim alfa qoladi. ABH uchburchakda tanginus alfani topsak bo'ladi. Tanginus alfa qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. C javobda bor. Ketdi. Endi 3-masala. 3-masalada tanginus alfani so'rabdi. Endi bu yoqda biz 4 burchaklar to'ldirib olganimiz yaxshi. Demak, bu yog'i 1 birlik, bu yog'i 2 birlik, bu yog'i 1 i 3 4 birlik. Ya'ni tanginus alfa qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati. Tanginus alfa barobar 4/3. D javobda bor. Ketdi. Endi 4-masalasiga o'tamiz. Tak, bu yoqda ekan. Tanginus 135 taqsim kosinus 120 topilsin debdi. Tanginus 135 bizada -1, kosinus 120 -1 taqsim 2. Hisoblab qo'yaman, javob 2 chiqadi. E javob. Ketdi. Endi 5. 9/4 alfa kosinus alfani toping deb so'rabdi. Demak, mana burchak menda 90 gradus minus alfa. Sherigi bo'lsa alfa. Kosinus alfa degani yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati. 4/9 chiqadi. C javob. Bu endi bizda bazada, asosiy baza bo'lgani uchun savollar oson. Ketdik keyingi masala. Sinus alfani toping debdi. 1, 3, 5 berilgan, alfa berilgan, sinus alfa topilsin. Demak, alfa bo'lsa mana bu joy 90 gradus minus alfa, bu yoq taraf sherigi alfa. Sinus alfa menda qarshisidagi katet, ya'ni 3 ning gipotenuzaga nisbati 5. Belgilab qo'yasizlar. A javobda bor. Ketdi. 7-savoliga o'tamiz endi sizlar bilan ustozlar. Yana qaysi biri yanglishgan, ya'ni qaysi biri xato qilgan deyapti. Bu A javob to'g'ri, B javobda sinus 150 ga +1/2 bo'lishi kerak, shuning uchun B javobda xatolik bor. Qolganlarini endi tekshirib o'tirmasam ham bo'ladi. 8. Kosinus 30 taqsim sinus 60. Bilasizlar, ikkalasi bir-biriga teng. Shuning uchun javob Y javob chiqadi. 9. 9-masala. Alfa bor, beta bor. Tanginus beta bor 3/4ligi katanginus alfani toping deb so'rabdi. Demak, Y burchagim alfa bo'ladigan bo'lsa, mana burchagim 90 gradus minus alfa, bu tarafim alfa. Demak, beta degani ham menda 90 gradus minus alfa. ABC to'g'ri burchakli uchburchakdan. Demak, katanginus beta degani 90 gradus minus alfa. Ya'ni bu ham menda tanginus alfaga kelib qoladi ustozlar. Tanginus alfa bizada 3/4ligi bor. C javob. Ketdi. 9 ketdi. Endi 10.
10 tanginus alfa teng 1/2 bo'ladigan bo'lsa, sinus alfa ko'paygan kosinus alfa. Ifodaning degari kaçdir, ya'ni qiymati nimaga teng bo'ladi deb so'rabdi. Demak, ustozlar bu yoqda eng yaxshi yo'li tanginus alfa bergani uchun men to'g'ri burchakli uchburchak olaman. Mana to'g'ri burchakli uchburchak oldim mana. Mana burchak 90 gradus. Mana burchak alfa. Tanginus alfa 1/2 bo'lishi uchun qarshidagi katetni men 1, yopishgan katetni 2 deb olaman. Shunda bizda mana bu joy Pifagordan ildiz osti 5 chiqadi. Demak, sinus alfa ko'paygan kosinus alfa so'ralgan bizdan. Sinus alfa qarshisidagi katetning yopishgan gipotenuzaga nisbati, kosinusimiz yopishganini gipotenuzaga nisbati. 2/5 chiqadi javob. Ketdi. B javobda bor. Tushuntirib bera oldimmi? Endi 11 ABC bir ikizkenar uchgan, ya'ni teng yonli uchburchak. Menda tanginus alfa 3/4ligi bor, tanginus beta qiymati topilsin deb so'rabdi. Xo'p, endi kelinglar, men tanginus alfa berilganligi uchun B uchidan nima qilaman? Balandlik tushirib olaman. Qarshi bo'lmasangizlar albatta. B uchidan nima qildim? Balandlik tushirdim. Ya'ni tanginus alfa 4/3 deganligi qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati, ya'ni mana 4A 3A deb olishga haqqim bor. Shunda menda gipotenuza AB nima chiqadi? 5A chiqadi. 5A bo'lishi uchun AB bilan atsa teng, endi tengyonlilikda mana bu joy 2A va bizda yana nima bor? 5A 4A 2A bo'ladigan bo'lsa 2 ildiz ostida 5A chiqadi, mana bu asosi. Endi nima qilaman deydigan bo'lsangizlar, endi mana A uchidan bitta balandlik tashiyman, agar qarshi bo'lmasangizlar albatta. Men A uchiga olib kelib olay, mana A uchiga olib kelib. Nima qildim? Balandlik tashladim. Teng yonli uchburchakda asosning o'rtasiga keladi. Mana ildiz ostida 5A chiqadi. Balandligimiz bo'lsa bizda nima chiqadi? 5A ni kvadrati 25A kvadratdan 5A kvadrat ketsa 20A kvadrat. Ya'ni 2 ildiz ostida 5A chiqadi. Va bitta mana bu to'g'ri burchakli uchburchakda sirazi biz nima qilsak bo'ladi? Tanginus betani topsak bo'ladi. Mana qizilda chizgan to'g'ri burchakli uchburchagimda. Ya'ni qarshisidagi katetning yopishgan katetga nisbati 2 chiqar ekan. Tanginus beta barobar qarshisidagi katet 2 ildiz ostida 5A ni ildiz ostida 5A ga nisbati javob 2 chiqadi. 2 degan javob bizda Y javobda bor. Kelishdikmi? Kelishdik. Va bizda 12-savol ustozlar, 12-savolga e'tibor berasizlar. AD kenar o'rtay, ya'ni mediana 4-2 bor, kosinus alfa topilsin deb so'rabdi. Demak, biz bu masalada qanday yondash o'qisak bo'ladi? Balandlikni kvadrati gipotenuzada ajratgan kesmalar ko'paytmasi bo'yicha 4 ni kvadrati 2 karra BH, ya'ni BH kesmani uzunligini men hozir topadigan bo'lsam, necha chiqadi? 8 chiqadi. Shunda BC gipotenuza menda to'liq 10 bo'ldi. D nuqta o'rtasi bo'lgani uchun mana bu joy 5. Mana bu DH 3. DH 3 bo'lsa, mana AD ni biz topsak bo'ladi. O'zi AD gipotenuzaga tushgan mediana-ku, muammo yo'q. 5. Okey. Demak, kosinus alfa yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni 3 ni 5 ga nisbati. To'g'ri javob D javobda bor. Sizlar bilan yana bitta navbatdagi testimizni ustozlar ko'rib tugatdik. Video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, izohlarda fikrlaringizni yozish esdan chiqmasin. Bu narsa menga yana ham motivatsiya beradi davomiy bo'lishim uchun.
Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishamiz.